Ozoda Nursaidova aybdor emas, u shunchaki buyurtmachi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, video ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Ozoda Nursaidovaning klipi syomkasida nogironga aylangan aktrisa voqeasi. Aslida nima bo'lgan edi? Ozoda Nursaidovaning hech qanday aybi yo'q. Ozoda Nursaidovaning o'sha klipida ishlagan ijodiy jamoa mazkur vaziyatga izoh berib, aktrisa va uning yaqinlari ulardan uy va mashina talab qilayotganini aytib, video murojaat yo'llashdi. Ushbu video murojaatni siz xonanda Ozoda Nursaidovaning shaxsiy ijtimoiy tarmoqdagi Instagram sahifasida ham ko'rishingiz mumkin. Men rejissyor bo'lmaganman, tuhmat qilishyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda klip rejissyori deya tilga olinayotgan Shuhrat Mavlonov bilan bog'lanishdi. U bu gaplardan qattiq ranjiganini, chunki qizni mashinaga o'tirishga u emas, boshqa odam buyruq bergani haqida so'zlab berdi. Aslida u qiz massovka bo'lib kelgan, ya'ni Sabrina Jabborova haqida nazarda tutilgan. Uni ko'rganim yo'q, chunki men ham syomkaga rejissyor emas, shunchaki operator sifatida chaqirilganman. Uni mashinaga o'tkazgan Ahad Qayum bo'ladi. Mashina boshqaruvida Sevinch Ma'rufovna ismli qiz bo'lgan. Mening vazifam motor, stop va olindi deyish. Bu masalalarni kimdir uyushtiryapti. Eshitishimga qaraganda maqsad boshqa. Uy, mashina olib berish haqida gaplar bo'lgan emish. Men klipda rejissyor bo'lmaganman, operatorman. Menga nisbatan tuhmat bo'lyapti. Hali hammasi qonun oldida javob beradi. Ozoda Nursaidovaning ham ushbu klipda hech qanday ishtiroki yo'q. Chunki Ozoda Nursaidova klip jarayonlarida qatnashmagan. U shunchaki klip uchun buyurtma bergan. Show biznes vakillari orasida yaxshigina mashhurlikka erishgan Rajabov studiyasi rahbari Doniyor Rajabov bilan ham bog'lanishdi. Klip syomkasi 3 kunga belgilangandi. 2 kunlik suratga olish ishlarining boshida o'zim bo'ldim. Ammo 3-kun aynan baxtsiz voqea sodir etilgan vaqtda bora olmadim. Chunki o'sha kuni to'yga borishim kerak edi. Baxtsiz voqeaga guvoh bo'lmaganman. Bu qizga ham qiyin, ammo noto'g'ri ma'lumotlar tarqatilmoqda deydi Doniyor Rajabov. Ijtimoiy tarmoqlarda vaziyat bo'yicha keskin qoralanayotgan Ozoda Nursaidovaning bu boradagi fikrlarini ham bilishga qiziqdik, ammo u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. So'ng xonandaning ma'muri Dilmurod Sattorov bilan telefon orqali suhbatlashildi. Ozoda Nursaidova klip buyurtmachisi. U suratga olish maydonchasida ishtirok etmagan. Ssenariyda qizning mashina sahnasi yo'q edi. U shunchaki mashinadan tushib kelishi kerak edi. U nega rulga o'tirgan va nega ssenariy o'zgargan? Menga qorong'u. Baxtsiz voqea sodir bo'lganidan keyin u yerga yetib bordim va tez yordam mashinasida uni kasalxonaga olib bordik. Ayrim blogerlar aytganidek, qizga e'tiborsiz bo'linmagan, chunki u tibbiyot instituti hududida olingan va tez yordam kelguniga qadar ham qizga yordam ko'rsatilgan. Keyin 3 litr qon yo'qotdi degan gaplar ham yolg'on. Operatsiyaning yakunlanguniga qadar hammamiz o'sha yerda bo'ldik. Hatto ruldagi qiz ham ota-onasi bilan o'sha yerda edi. Ozoda Nursaidova yordam beramiz, yosh qiz ekan, oyoqqa turib ketish kerak dedi. Ijodiy guruh ham qarab turgani yo'q, sharoiti yo'q, ijara uyda turarkan, kravat, televizor kabi kerakli buyumlarni oldik. Har oy ijara puliga qo'shib, xarajatlari uchun ham pul yetkazib turibmiz. Uning tos suyagi singan va u bitib ketishi uchun 3 oy o'tirmaslik va harakatlanmaslik kerak deyishgandi. Ammo qizning onasi Surxondaryoga borib kelamiz deb syomkaga ham chiqib kelibdi. Bilishimcha o'sha yerda yiqilib tushibdi va tos suyagiga o'rnatilgan temir joyidan siljigan. Endi oyoq kalta bo'lib qolgan. Qayta operatsiya deyishyapti degan onasi. Men u oila bilan doimiy aloqadaman. Ularni hech kim tashlab qo'ygani yo'q. Faqat orada kimlardir ularning fikrini o'zgartirdi. Atrofdagi do'stlari menga uy sotib olish haqida ishora qilishdi. Mayli, hammasi bo'lar. Qayta operatsiya ham o'tkazilar. Avval tergov yakunlanib, sud hukmi o'qilsin dedim. Boshqa ijodkorlarga ham shunday talablar bo'lgan. Shaxsan menda oila yordam qilgani haqidagi dalillar bor. Ayrim blogerlar qaralashda avval biz bilan ham gaplashsin deydi Doniyor Sattorov. Ahad Qayum negadir jim. Qizlarni suratga olish maydonchasiga shoir va rejissyor sifatida tanilgan Ahad Qayum taklif etgan va aynan voyaga yetmagan aktrisani mashina ruliga o'tkazishga u buyruq bergani haqida aytishdi.
ammo ko'plab urinishlarimiz ham samara bermadi. U bilan bog'lana olmadik. Haqiqatdan ko'z yumib bo'lmaydi. Yo'qotilgan sog'liq o'rnini topish ham mushkul. Qizning bir necha oydan buyon to'shakka mixlangani va bir oyog'i ikkinchisidan kalta bo'lib qolgani ham ayni haqiqat. Voqealarni kuzatishda davom etamiz va adolatli yechimni kutib qolamiz. Eslatib o'tamiz, Ozoda Nursaidovaning ushbu holatda hech qanday aybi yo'q.